Keyin men kameramizga. Bular gelmegende bular tinchgina o'tiraveradi. İşte bilmeyimiz o şpiyonslar, agentlar. Ben o'zim tanishtirdim. Quvlab urmoqchi bo'lib yurgan ekanlar. Gelini yüzünden özü şu uruş davup netip Ikkita mashina bo'lib, 7ta 8ta odam bo'lib kelib urib, Bir narsa desa akasi kelaveradi, yuguribdi u qizni. 11da kelib do'pposlab turib bilan gaplashgani keldim deb. maksudunu vurup durgan eken yemin deyetdi. Gapimizni advokat ham, tergovchi ham eshitmayapti. To'xtang, shu yerda gaplashamiz, aka. Vaqt keling. Birdaniga prokuror ham sanksiya berib, qamoqqa oldi. Janjal qilib kelganlariga chora yo'q-da, o'zini o'zi himoya qilganligi uchun chora bor. Ular yine bir 2-3 maşin bulup geldiler. Meni do'pposlab boshladi. Ular etecek işini etip bulup çıkıp kaçkalladı. Ekesine biri urup dursa, ahir balası çıdap bilemem. Yurakimdan bardosh bera olmaydi bu yog'iga. Hemmeyden kan izlep yaptılar da bize ne bo'lganini bilmeymiz. 4 marta shu ko'kagimga urdilar. Cinayete sebep nerse tapmadılar da. 1, 2, 3 bu, üçüncüsü bu. Erkekmiz hem çık, ağam çık, gel turibdi, ağam bilan so'zlash chiqdi. Bular meni xodim, men aytganim. Alın kamerasını. Nima asosida mumkin? O'g'limni qamab qo'yishdi. Kamerasını çıkart desek. O'zingiz tanishtirasiz. Anang bilan seni qamattiraman dedi. Agar tergov payti bo'lganda, tergov siri bo'lardi. Biz o'sha payt kelmasdik. O'g'lim bilan meni ichki ishlarga olib ketishdi. Aka, javob bering, ketamiz. Shu yerda gaplashamiz. Hozir tashqarida gaplashamiz. Yuring. Qonun oldida javob bersinlar bular ham. Tahriyatimizga Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidan navbatdagi murojaat kelib tushdi. Murojaatchi ichki ishlar xodimlarining harakatlaridan norozi. Ularning qonuniy choralar ko'rmayotgani, jinoyatga xolis yondashmayotgani haqida da'vo qilmoqda. Men To'rtko'l shahrida yashovchi Egamberdiyev Maqsud Erimbetovich bo'laman. O'g'limni qamab qo'yishdi. Sababi uydagi mayda-chuyda janjalmi, er-xotin orasidagi nimami bilmadik. Unda bir janjal-panjal yo'q-u, bir aytarli darajada. Endi kelinni yashamasligimi, boshqami, akalari ham, otalari ham shu kuyov bolani ishlash joyigacha borib, yana bir marta uyga kelib, xotinini ham quvlab urmoqchi bo'lib yurgan ekanlar. Endi bu safar 3-safar shunga borib yetdiki, meni urib, 2ta mashina bo'lib, 7ta 8ta odam bo'lib kelib urib boshqa qildi. Bolam himoyaga chiqib, urgani bilan ko'karadigan urib ketinglar deb meni samaza To'liqroq aytib bersangiz, ya'ni hozirgi paytda o'g'lingiz qamalib qolgan. Tamam. Va uning sababi qaynakasiga pichoq urgan deyishyapti, to'g'rimi? Aslida voqea qanday bo'lgan? Aslida ular kelib meni do'pposlab boshladi. Ota-onasi yonida turib, ular ham tortib boshqa qilib. Keyin men jahl bilan chiqqanim bilan ular qochib bu yoqqa tarqalishdi-yu. Shu paytda o'g'lim chiqib, "Ketinglar, yig'ishtiringlar bu janjalni" deb ko'kragiga urdim deyapti bu o'g'lim, lekin 1 soatdan keyin biza uchastkovoy chaqirib, mana shunday bosqinchilik qilib keldilar. Urib ketdilar deb ichki ishlarga murojaat qildik. 1 soatda ham kelmay, 1 soatdan keyin uголовникlar kelib turibdi, shu pichoq urilgan. Больницаdan, kasalxonadan kelyapmiz. O'g'lim bilan meni ichki ishlarga olib ketishdi. Demak, shu yerda payti sizlar 02 qilgansizlar. Lekin 02 o'sha paytda ichki ishlar xodimlari kelmasdan, janjal tugagandan so'ng negadir ichki ishlar xodimi kelgan, to'g'rimi? Shu qaynakalari borib больницаga yotishganmi shunda? Endi biza qo'ng'iroq qilgandan keyin sababini shoda bittasi qo'shnilar chiqdi. Endi bir uyalmaysizmi, janjal qilishga, uyiga bostirib kelishga deb turuvdi. Ulardan bittasi shu qo'shnilar orasida kechasi shu kechqurun, hech kim bir-birini tanimaydi, boshqa qilmaydi, kelib bizani 02 qilganimizni ham ularga xabarini yetkazib turgan. 1 soatda kutdik, kelmadi. 1 soatdan o'tib shu uголовникlar kelyapti, biz kasalxonadan kelyapmiz deb. Ya'ni sizlar janjal payti 02 qilgansizlar. Janjal tugadiki, lekin ichki ishlar xodimlari yetib kelmadi. Yo'q. Va shuni oqibatda hozir qaysidir ma'noda o'g'lingiz qamalib o'tiribdi. Qamalib o'tiribdi. Sababini endi masalan advokat ham, boshqa ham bosqinchilik qilib keldi, o'zini o'zi himoya qilyapti. Boshqa deyapmiz, inobatga olinmayapti. Hech nimamiz. Gapimizni advokat ham
Tergovchi ham eshitmayapti. Shunda janjal qilib kelganlariga chora yo'q-da, o'zini o'zi himoya qilganligi uchun chora bor. Shunaqa? Shunday bo'lyapti. Himoya qilish. Endi tergovchiga ham, boshqasi advokatlarga ham aytyapman, o'zini himoya qilish kerakmi, yo'qmi? Yo'q, bu bosqinchilik emas. Sen bosqinchilikka nima keladi desam, darvozangga sindirib yotgan joyingda o'ldirib ketsa, ana shu bosqinchilikka kiradi deb maslahat berdi. Bosqinchilikka shu yotadi ekan, lekin hozir advokat bilan ham borib boshqa qilib nima qildik? Tan jarohati yetmasa, boshqa qilmasa, u hisobga olinmaydi ekan. Demak, javobgarlik yo'q. Javobgarlik yo'q. 10-15 kundan keyin, 20 kundan keyin ekspertizaga olib boryapti. Mana tana badanimdagi yorilgan, porilgan joylarimni qarayaptilar. Lekin urganda ko'krak ostima shu yaxshilab do'pposladilar. Ko'kaygan joyim yo'q lekin. Demak, qarang, urush bo'lyapti. Urush bo'lgandan so'ng 15-20 kundan o'tib siz ekspertizaga olib borishyapti, shunaqa? Ha. 15-20 kun qolarmikan siz urushda do'pposlasa? Bilmadim, ekspertizada dedi, olib borib ko'ramiz dedi, bularni ekspertiza qilamiz dedi. O'g'limni ekspertiza qildi. U yerda hech qanday bir hafta 10 kun o'tib, diyolar boshqasi hammasi o'ylamadi ekan. Bular kechirim oldi, bular oldindan taxlangan, borib urdi, qirdi bizani deb nima qilgan, lekin hech qanday o'ylamadik bunday darajada bo'lishini. 1 oy, 2 oy tergovchi yuboribdi. Kechiringlar bir-biringni. Kechirim bo'lsa, sudgacha bormaydi. Bir ozgina latigan bilan kechirim berilsa, ikki tomon ham yaxshi bo'ladi deb yurdi, lekin endi oxirida qanday deb 3 oy o'tgandan keyin birdaniga prokuror ham sanksiya berib qamoqqa oldi. Hech qayerda hech gap yo'q. O'zi sizda urushdan keyin qanaqadir jarohatlar bo'lganmi? Endi ruhan ko'kraklarim og'ir bo'ldi, ko'kaygan joyim yo'q-ku. O'zi yoshim ham bir 60 ga borib qoldi. Yuragim ham bardosh bera olmaydi bu yog'iga. Sizni qanday holatda urishdi? Shu ko'krak qafasiman shu kelib urib, boshqa qilib tortib urib, 4 marta shu ko'kragimga urdilar. Hozir o'g'lingiz qamalganiga qancha vaqt bo'ldi? Endi hozir 1,5 oy, 2 oy bo'laman, shu 2 oyga yaqinlashib qoldi. 2 oydan beri o'g'lingizni ko'rmaysiz. Ko'rmaymiz. 1-2 marta onasiga ko'rsatdilar u, keyin abitdan keyin kelsang, ya ertaga kelsang dastka olinadi, boshqa qilinadi. Nukusga ketib qoldi. Xabar berishi ham yo'q, boshqasi ham yo'q. Xo'p, hozir nima xohlaysiz? Endi men xohlaganim o'g'lim bir o'zini o'zi himoya qilib, liboy odam ham otasini himoya qilishga, o'g'lini bo'lsin, oilasini saqlashga harakat qiladi. Men bulardan hech qanday dov-jirim, boshqa nimam yo'q. Lekin agar shunday qilar ekanlar, bular ham shu bosqinchilik qilib meni urganlarga, bular ham jazosi qonun oldida javob bersinlar bular ham. Shunda faqatgina o'g'lingiz javobgar bo'lmasdan, o'zlari ham kelganlar ham o'zi javobgar-ku, bosqinchilik qilib, mahalla bor, agar gaplashadigan bo'lsa, militsiyaxona, ichki ishlar bor, boshqasi bor, kelib gaplashsin odam bilan yonida. 11 da kelib do'pposlab turib, men gaplashgani keldim deb. U kelinni akasi, bittasi amakisini o'g'li, yana boshqa 5-6 ta odam bo'lib kelib, nima haqqi bor buni meni oilamga kirib kelishiga bularni? Meni oilaviy nimamni daxlsizlikka razbor qilib ketdilarmi o'zicha. Bu endi takrorlanib 1, 2, 3 bu 3-chisi bu. o'g'lingizga nechinchi modda qo'yilgan? 104 ikkinchi qismi deyishdi. Ozgina kirchilgan, u qayerdan kirchilgan bilmayman u. 104 ikkinchi qismini qo'ydi. Hozir kasalxonada ham 1 kun, 1,5 kun yotgan. Keyin janjal topib, jurnalistman, boshqaman, nimasiman, hammasi bo'laman, sizlarni sudga beraman, yaxshi qaramasanglar deb Urganch shahriga olib ketgan. Bu yerda vrachlar ham aytibdi, hech qanday strashniy bir og'ir nimasi yo'q. Operatsiyalik ahvoli yo'q. Bu voqea bo'yicha qo'shnilar ham o'z fikrini bildirdi. Voqea haqida aytib bera olasizmi? O'sha kuni nima bo'ldi? O'sha kuni shu men chiqqanim ham ukam, ham kumushi, davleniyam bor. Günde gelip ölçep gitaman. Şu günü geldim.
Oturduk, kavun kestiler, tarvuz kestiler, yiyip oturuverdik. Keyin birden eshik to'kildatdi biri. Biz endi oturduk, kim çıkar deb ne bilemiz. Keyin ovoz geldi. Endi ben gittim, davleniyamni o'lchatdi da. Çıksak ya. Şu ya kim gelin akasi Maqsudni urib turgan ekan yemin deyetib. Maqsud koy içine gir, içinde söyleşik, içinde gapleşik desem yok urushib yatibdi. O'zidan o'zi. Shunda kirindi akalari Ha? Maqsud akani urgan. Ha? Ya tabii shunday net turgan ekan ko'kragidan. Keyin shurda janjal bo'ldi. Bular yana bir 2-3 mashin bo'lib keldilar. Salarroqda durverdi 2-3 mashin. Keyin dim ya bu mandan keyin Fazil yugurib chiqdi. Qo'y Fazil chiqma dedik biz keyin. Endi akasini biri urib tursa, axir balasi chidab bilaman. Конечно, chiqadi. Keyin nishatdi qo'ying dedi. İçine girin dedi, vula etmedi. Şu şurada uruş bulup gitti. Fazıl vundu bir vunu bıçaklap netip yürügeni yok. Bu hemen hep yalgan vula bastırıp geldi üzleri. Bize gördük ki ahir. Bu ish bo'yicha sizni ichki ishlarga hech chaqirishdimi, ya'ni ko'rsatma berish? Ha, bardık, yazdık, ayttık. Siz ko'rsatmalaringizda ham mana shu gaplarni gapirganmisiz? Ha, tap shunday yazdım. Tergovchi balaga. Aynan biz aytayotgan gaplarni shu ko'rsatmada emas. Tap shunday etib yozib berdim. Çünkü gördüm ben. Bular o'zi bir образцовый семья edi. Bunda bir urush, janjal yok bularning uyida. Bir ya gelinem adi yürüverdi. Adi hemen narsa Meryem aktıklanıp bakadı, aylantırады. Gap tapkıydı emas bular hocalık. Gelini yüzünden özü şu uruş davıp netip yürüydü. Biröv gelsem şu tumşukunu neteredi, yakmayadı biröv gelse uyine. Bize apavuk yedi bulup kaldık ucu. Hemen konuşulabiledi. Fazıl diyen yuvaş bala. Bize bunu mındelikten bilemiz. Bu biröğünü urup, biröğünü netip, bu çöğüne azar vermiydi o bala. Ben vağırdığını işip durup, ben gelende biraz adamlar gitken eken. Kudası bilen, o erkek kuda bilen hatın kuda kalan eken, iki kudası şuraya kışkırışıp durun eken, ben şuraya maşına bindirip yüverdim kaytar. Vağırdığını koyunlarında ulanı bindirip yüverdim. Şöğründen gördüm ben. Demak, kelgan paytingiz janjal tugagan. Janjal tugagan, vağırdığını işittim lekin benim uyum bir 4 ay 5 ay arrakta. Vağırdığını işittimden janjalini işip durup yugurib gelsem, kaçan maşına binip biraz adam gitken eken, kimlikini bilinmeli lekin de. Son kudası bilen kışkırışıp durun eken, kudasına bindirip yüverdim maşinini. Demak, qudalari ham shu urush janjal qilayotgan payti siz Şu yerda bu arada ola gördüm şunu. siz o'sha urush bo'lgan kuni shu yerdamidingiz? Ya'ni voqea qanday bo'lgan? Men urush bo'lgan kuni ichkarida edim. Keyin nevaram kirdidan Maryam onam dedi, qo'shnilar yordam bering deb chaqirib turibdi. Ana dedi, eshikka chiqing dedi. Biroz qo'ng'ishlar ham yengni oldi, bir gaplar bo'lib turibdi dedi. Keyin o'zi oyoq og'riqman oqsoqlanib zo'rdan chiqdim. Ko'chaga chiqib uyimni tushu, shipamiz-ku bu qo'shni bilan. Keyin uyim tushundan chiqib shunday qarasam, qudalari ya kelinni dadasi bilan oyisini qo'ng'ishlar mashina mindiryapti ekan, qo'ying urush janjalini deb. Men sho'rinda chiqib qoldim. Shu vaqtida gördüm, qudalari ketib qoldi keyin qo'ng'ishlar so'llagan bilan. Uni oldingilarini men hech guvoh bo'lmadim da, endi oxirida chiqdim. Unda ya nevaram chaqirdi, ana yordam bering deb Maryam onam qichqirib yotibdi. Ne gap ekan deb, chiqing deb menga shunday deb aytib berdi. Shuni bilan chiqdim ko'chaga. Ko'rgan eshitganim shu mening. Sizni ichki ishlarga guvoh sifatida chaqirishdimi? Chaqirishdi, ana Zoya ikkimiz borib keldik. Xuddi shu Ko'rsatmadim, ko'rganimni aytaman-ku endi. Avvalida boshida bo'lmaganman, lekin eshitdik keyin. Shunday kelibdi, urdi, Maqsudni urganlarini hammasini eshitib oldik. Balasi urib, urush topganini.
Ular bir maşinada, bular bir maşinada geldi deganlarni eshitdim. Keyin eshitdim-da. Endi ish keldinda o'tirasan-ku, ko'nglingda shuncha ahvol bo'lib turgansan. Shunda keyin hammasini eshitib oldik. Shu gaplarni bilaman xolos. Birden og'irda bo'ldi. Ular kelib, ya'ni kelib og'ir topgan bilan qo'shniga berib yugurib ketgan. Men bilan shu karkasini olib italab yanında chiqardik ajratib. Shunday gaplar bo'ldi. Ya'ni kim bilan kim urushdi boshida? Endi boshida ularning o'zlari kelgan ku og'irda topib. Xo'p, siz bularni urayotganini ko'rganmisiz? Yo'q. Eda urilmadi. Qayta ularni arayani bor get deb yanında deb ajratib berildi-da. Demak, hali siz kelgan vaqtingiz, ya'ni kelinni akalari Ha, shu. shu yerda edi, to'g'ri? Ha, shu edi. Ya'ni kelin turmush o'rtog'i urayotgan. Endi urayotganda Namaskuda o'sha yerda odam ko'p edi-ku, masalan, ajratib ularni bularni yana tortib shunday deb netildi-da. Ularga jarohat yetganmidi ketib? Ha, yo'q, u jarohatini men ko'rmadik, lekin u jarohat. Ketgan payt jarohat ko'rmagan. Yo'q. Shu yerda ajratib berdik. Jarohatini ko'rmadik. Tushunarli. Demak, Fozil aka bilan shu kelinni akalari urushgan. Kelinni akalari bilan urushayotgan paytda ko'rgansiz Fozil akani va siz ajratgansiz. Ha, shu ajrat qo'shnilar kelib, o ajratdik-da. Ajratgan paytda demak, ikki tomonga ham hech qanaqa jarohat yetganini ko'rmagansiz. Yo'q. Siz ichki ishlarga guvoh sifatida chaqirishdimi? Sherga yo'q, endi chaqirishmadi endi. Chaqirishmadi. Men shu vog'irda bo'lib turgan, ko'chada vog'irda bo'lib turgan bilan chiqdim. Men shunday uydan chiqdim. Endi sal ertaroq bo'ldi-da vog'irda. Men Angsharmay o'tirdim, ne vog'irda ekan dedim-da, so'ng chiqdim. Shunday chiqsam, Cobalt mashin shunday katta uchirib haydab o'tib ketdi. Shu bilan bularni eshikda vog'irda bo'lib yotgan bilan men bu yoqqa qarab keldim. Kelsam, qizning opasi bilan akasi yo'lning o'rtasida turibdi ekanda. Vog'irda shunday etib yo'lning o'rtasida Galinning opasi akasi shunda yo'lda turgan ekan shunday. Uje biza chiqamiz deganchalla ular etajak ishini etib bo'lib chiqib qochganlar. Ya bola mashinadagi talpa bolalar hammasi ketganlar. Только beda opasi bilan akasi qolgan. Bize kelgan vaqtimizda shunday bo'ldi. So'ng shu oralig'ida biz shatarimizni bilmadik, keyin 02 ga zvonok etdik. 02 ga zvonok etganimiz bilan 02 ni bize kutib o'tirsak, 02 ni odamlari kelib, bizdan hech narsa so'ramay, hammadan qon izlab yotdilar-da. Biz ne bo'lganini bilmaymiz. No qon ekan, neden, ne uchun qon bo'lishi kerak ekanini bilmaymiz-da biz. Ne gap desa, pichoqlangan deb aytibdilar keyin-da. Bu yerda hech qanday pichoq bo'lmadi-ku. Bize hayran kaldık-da şu yerda. Lekin hech yerda bir damchi qon topmadılar. Kechki 2:30 men shu Meryem opaning yanında bo'ldim. Maqsudam 12:da gitti milsaxonaga, 2:30da keldi. Shu Maqsudam kelgandan keyin men uyime gittim-da. Ungacha hech yerdan bir damchi qon topmadılar. Umuman ne narsa topmadılar. Jinoyatga sabab narsa topmadılar-da. So'ng bular shu kuni tovuq so'ygan ekanlar, musurdan tovuqning qonlarini ko'ylab olib ketdilar. Hech qanday ne başka ne bo'lgan yo'q. Bize bilmayam qoldik-da undi. Vog'irdashib kelib, bularni urib, netib bo'lgandan keyin bize uje chiqqan vaqtimda arga Cobalt mashin ketdi, opasi bilan akasini shu ko'ngishi min mashina get berdan. Jonimsa deyip bo'lding. Постоянно shu keladi-da, qiz bir narsa deb zon o'qadi, endi xo'jalikda bo'ladi-ku. Bir narsa desa akasi kelaveradi, yugurib-da u qizni. Shunday ettirib, shu opasi bilan akasi yo'lning o'rtasida turgan ekanlar. Qo'ng'ishlar uje mashina majbur solib berdilar-dan, git, bir tinchlik berasizlarmi, yo'qmi deb shu ettirib chiqarib berdilar. Ya'ni sizlar urush janjal bo'yicha Nulikka qilgansizlar, lekin Nulikka urush janjal bo'yicha emas. Bizlar emas, Vula tomonidan kelgan Nulik. Bize gelgenler ayttık, telefonda çakırganlar, ben özüm ayttım, koy balanı uruş gerek emas. Ne o dese diversin, telefonda erkekli sen çık, bir ertege bir gün çıkmam bile, anan bilen seni kamattıramam dedi de. Sonra ben onu hiç netmedim, hiç gibi yok bir ayta herhalde de, koy dedim de çıkma dedik, uruşmam barma, varsan hazır evde uruş bulsa ki nava gerek uruş de. Ular o'zlari geldi. Aile bu zil kuruyor, evden gep çıkarma deb oturduk. Şunu bilen iş geldiler, gelip atası çıkan bilen bana yapışıp uçtular. Ben keyin vayda deb çıkırdım. Şu nede bala ya o Feruz'u götürüyor.
Shu yugurib otasini sesine chiqqan bilan shart tursizlarda bolalarınızı inlaştırın dedemni urdurup shart turistep ya men bolam qichqirib chiqdilar bo'lgan 5 minutda ular ketib qoldi. Qo'ng'ishvoyim olgan bilan patır gitdilar-da, ular bir opasi ikkalisi qoldi-da. Lekin hech kim chiqib urdi, vaqt degani bo'lmadi, vaqt degani. Tushunarli, anaqa. Holatga aniqlik kiritish maqsadida biz To'rtko'l tuman ichki ishlar bo'limiga bordik. Taftish o'z axborot agentligidan. Necha lista chetdan? To'lanlik kira qolaylik. Ayting, ulanlik kiramiz endi. Jurnalistmiz. Kimlarga uchrashib o'tiribman deydi, yig'ilish qilib o'tiribman deydi-da, fuqarolar vaqtini oladi. Hozir deganingiz ham aka 5 minut bo'ldi. Tushunmadim. Agar chiqolmayotgan bo'lsa, kiramiz deyman-da endi. Uzoq bo'lsa shunchalik. Chiqarganmi yo'qmi aka? So'rang, kutib turmaymiz bu yerda. Tergovchining xonasi uzoqmi? Assalomu alaykum. Taftish o'z axborot agentligidan Marjon Eshqatovaman. Ha, nima bo'yicha edi? Samt o'zingiz tanishtirasiz iloji bo'lsa. Alo, ishga kiramiz. Jalil men adım, Aliyev Jalil. So'roqxonani iste'vodorgacha yerlarga kiramiz. Keling, men tashqarida ham gaplashaveramiz. Nima bo'yicha edi? Fuqaro murojaati bo'yicha kelganmiz. Sizmi? Bular tergov harakatlaridan norozi. O'shancha bir ikkita savollarimiz bor edi. Biz ishga kirib so'rasamiz. Shu yerda gaplashaveraylik yoki men kamera olib kiritilgan qo'ymaysizlar. O'shaning uchun. Kamerasiz ana o'zimizda kamera bor işte. Endi olib bermaysizlar, baribir. So'rovlaringizga shu yerda javob beraman. Nimaga bu yerda javob berolmaysiz? Endi o'z tartibi bor, shu yerda javob beraman. Qaysi tartib? O'zimizning tartibi bor. Qaysi tartib? Уголовное делоning tartibi bor. O'zi. Qanaqa? Nima deb? Delo yopilgan, to'g'rimi? Delo yopilgan. Xo'p, delo yopilgani uchun kelyapmiz. Agar tergov payti bo'lganda, tergov siri bo'lardi, biz o'sha payt kelmasdik. Siz oldingizga kirishga majbur bo'lishimiz mumkin edi. Lekin hozir tergov tugagan. O'shaning uchun biz jurnalistik faoliyat qilish to'g'risidagi qonun 5-moddasida yozilgani uchun, ya'ni o'z huquqlarimizdan foydalanib kelyapmiz oldingizga. Shu so'rovlaringizga ishda javob beraman hozir. Bo'lsin. Bu yerda nimaga javob bermaysiz? Bu yerda mana Yashulli bor, Yashulli bilan birga kirasiz. Dadasi bilan. Shu yerda gaplashaveramiz aka. Shu yerda javob beraman. Mana shu yerda gaplashaveramiz. Bilmayman. Qayerga aka? Qayerga aka? To'xtang, shu yerda gaplashamiz aka. Vaqt keling. Siz o'zingizdan vaqtingizni yo'qotmang, meni vaqtim ketmasin. Sizning kamera bor, işte. Shu yerda o'tirib so'raysiz. Yo, mana bu yerda gaplashaveraylik. Kamera olib kiritilgan qo'yasizlarmi bo'pti? Ha? Kamera olib kiritilgan qo'yasizlar. Kamerani neqib tura bergan yerda. Nimaga? Keling aka, shu yerda gaplashamiz. Kamerangizni olib tura bering. Yo'q, sabab. Endi men so'rovingizga javob bermasam ham bo'ladi, negizi. Nimaga? Huquqim bor so'ng. Qaysi huquqingiz bor? Huquqim bor. Qaysi modda? Agar janag'i sizga официальный данные kerak bo'lsa, bizning press slujbalar bor. Shular orqali данные olsangiz bo'ladi. Yo'q, men siz o'zingizdan yuzma-yuz olmoqchiman, aytayapman. Jurnalistik faoliyat qilish to'g'risidagi qonun 5-moddasiga binoan men o'z huquqimdan foydalanib, siz o'zingizdan olmoqchiman. Bo'ldi, o'zingiz olmoqchi bo'lsangiz ishga kiramiz. Yo'q, shu yerda gaplashaylik, aka. Nima xalaq beradi? Ichkarida gaplashdimi, shu yerda gaplashdimi? Avo, Jalil, salom alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Charchayapsiz, rahmat. Bir stop bo'yicha Toshkent mahalla. So'nggi intervyu olacakman. Tashqarida gaplashamiz. So'rovingiz bo'lsa, Assalomu alaykum. javob beramiz. İsmingiz nima edi? Marjon ismi. Marjona, biz tergov departamenti ruxsat bermaguncha biz sizga hech qanday ma'lumot Nimaga qayerda yozilgan u? ko'rsatmamiz bor. Qanaqa ko'rsatma? Tergov departamenti ko'rsatmasi bor. Qonunlarga bo'ysunasizmi yo ko'rsatmalargami? Qonunda ham bor, Marjona. Qaysi qonun? Ichki ishlar to'g'risida. Qaysi qonunda? Nechinchi modda? Ichki ishlar to'g'risidagi qonun 9-moddasida ham yozib qo'yilganda, ichki ishlar xodimlari ochiq va shaffof ishlashi kerak deb. Shaffof ishlash kerak, lekin Yana bir gap, saqlanadigan tergov ma'lumotlari ham bor. Davlat Sizga hech qanday xabar bera olmaymiz. Biz sir haqida so'ramaymiz-da. Biz sir haqida so'rasak, tergov departamentiga
Okay, Telefoniga, jurnalist foyda qilish to'g'risidagi qonun 5-moddasida yozib qo'yilgan. Jurnalistlar davlat siridan boshqa barcha ma'lumotlarni olish huquqiga ega deb yozib qo'yilgan. Biz xizmat siri, tergovni siri ham kiradi shu. Davlat siri siri isbotlab ko'p, bering. Agar bilsangiz. Davlat siri. Davlat siri kiradi. turi ko'p, xizmat siri bor. Men harbiy davlat sir siri bor. deyman. Xo'p, harbiy siri Davlat tushunmayman. siri turlarga bo'linadi shu. Xizmat siri hozir bizni delamizda ichidagi ma'lumotlar xizmat siri, tergov Okay, siri. qarang, tergov siri haqida ma'lumotga egamiz. Kimga? Tergov ketayotgan bo'lsa, tergov siri bo'ladi. Tushunasizmi? Tergov ketyapti-da. Tergov tugagan deyapti. Tergov yo'q. Aka hozir so'radik. Videoda qo'yib beramiz. Dela yopilgan, to'g'rimi? Dela yopilgan. Xo'p, dela yopilgani uchun kelyapmiz. Agar tergov payti bo'lganda, tergov siri bo'lardi, biz o'sha payt kelmasdik. Siz oldingizga kirishga majbur bo'lishimiz mumkin edi. Lekin hozir tergov tugagan. O'shaning uchun biz jurnalistik faoliyat qilish to'g'risidagi qonun 5-moddasida yozilgani uchun, ya'ni o'z huquqlarimizdan foydalanib kelyapmiz oldingizga. Hozir so'radi, tergov tugagan dedi. Tergov tugamadi hali. Tergov Aka, mana o'zidan so'rang, o'zlaridan so'rang. tergov tugamadi hali. Tergov tugamadi. Aka, tugadi dedingiz, yopildi dedingiz hozir. Yopilganda ili soti bor, boshqasi bor, tergov. Hop, tergov jarayoni tugadimi? Bo'ldi, anaqa siz Tugamadi ili. hozir tugadi dedingiz. Kamerasini отделga kirgizmasa kamerasi. Olib chiqing kamerani. Sabab? Отделga kirgizilmaydi u. Sabab? Tergov tugagan. Tergov tugamadi, sudga chiqmadi. Nima, shunda yolg'onchimi bular? Ili sudga chiqarilmadi ili to'liq. Kim tergadi delani? Men o'zim tergadim. Qidirbayev tergamadimi? Ha, Qidirbayev tergadi. Sen gruppada sen borsan. Bir kelib ketaman. Bo'ldi, biz javobimiz shu departamentda. Yo'q, aka, men savollarim bor sizga. Savollarga javob bera olmaymiz. Sabab? Nimaga? Nima olib qochasiz? Javob bersin. Men bilan gaplashing, men bilan gaplashing siz. Kamera bo'lmaydi bu yoqda. Bular meni xodim, men aytganim. Olim kamerasi. Nima asosda mumkin emas? Tushunmadim. Tegmang kameraga. Tegmaysiz kameraga. Aka, javob bering, ketamiz. Shu yerda gaplashamiz. Xolos tashqarida gaplashamiz, yuring. Tashqarida gaplashamiz, xolosiz. Chiqaring kamerani, chiqaring. Yo'q. Bu muhim abi, siz kamera kiritilmaydi bu yerga. Na, xo'p, chiqsinlar unda, yuring. Siz o'zingiz kirib borasiz, u kamerani ustab qolay chiqadi. O'zimizga javob berdik-ku, boshqa yo'q. Yo'q, bermadingiz hali. Men hali savollarim to'liq bo'lmadi. Men hali savol beraman. Sizga hozir tushuntirdik. Sizga shunday ko'rsatma kelgan. Qonun bilan ko'rsatib bering. Qonun bilan. Ko'rsatma qonunga to'liq mos keladi. Hech Yo'q, kim ochiq shaffof qonun- deganda siz bu ichki ishlar to'g'risida ichki ishlar faoliyatida ochiq ma'lumotlar ham boshqa. Hop, ochiqda bu fuqaroni o'zi xohlayapti. Fuqaroni o'zi xohlayapti. Fuqaroni siz jabrlanuvchimi? Jabrlanuvchi bo'lsangiz? Jabrlanuvchimiz yo'q. Kim? Yo'q, ayblanuvchining dadasi bu. Dadasi bo'lsa, advokat bilan kelsinlar, deloda nusxasi. Yo'q, hop, men tergovchiga o'zini ish yurituv haqidagi anaqa ishi bo'yicha savollarim bor. O'zi yuritgan ish. O'sha bo'yicha savollar. Kamerani chiqarib Keling, savol bering, aka, savollarimga javob bering. Qismomen chiqasiz. Savollarimga javob bering. Yo'q, men sizga o'zim haq-huquqlarimdan foydalanib shunday yuzma-yuz gaplashmoqchiman. Tergov tugagan, chozmi aytayapti-yu, aytayapti-yu. Men qo'yib beraman videoda qayta-qayta. tugamagan. Tergov siri deganda sizga aralashmaysiz ishga. Qarang, tergov siri haqida juda yaxshi ma'lumotga egaman. Tushunasizmi? O'shancha aytmayman. Tergov tugagan deyapti. Bu bu yoqqa javob so'rama. Tugamadi deyotgan yo'q. Bir gapga javob so'rab qo'ying. Bu yoqqa aytyapti bu. Siz kimsiz? Men sizga aniq javob berdim. O'zingiz tanishing, udostringiz qani? Udostringiz kim? Udostringizni ko'rsating. Sizni yaxshi. Naqsatda ko'rsatdimi? Yo'q, shu yerda ko'rsating. Qachon ko'rsatib olaman? Yo'q, men o'zim tanishtiraman, sizni tanishtiring. Udostringizni ko'rsating. Tanishmanmi siz? Udostringizni ko'rsating. Tartibga bo'ysunasizmi? Ha, Endi bo'ysunaman. mumkin emas kamera. Shuning uchun olib chiqing tashqariga. Yursin unda, yuring. Yaxshi, siz olib chiqing birinchi. Tashqariga chiqing. So'rovga javob kerak bo'lsa, ishga kiring, bizlarning kamera bor, anada sizga javob beraman. Olib chiqing. Yuring birga, o'zi tashqari. Bo'ysunmadimi? Protokol tuzing. Yo'q, qanaqa talab? Qanaqa talab? Qonuniy talab bu. Qanaqa talab? Mumkin emas bu yerda kamera. Ma'muriy huquqbuzarlik kodeksining 194-moddasi bo'yicha Qanaqa talab qo'yasiz? qonuniy talablarni Qanaqa talab? Talablarim yozilgan. Obyektdan chiqib keting, namandan keyin kamerani kiritasiz. Sabab? Siz bilmaymiz, o shpionsizlar, agentsizlar. Men o'zim tanishtirdim. Men o'zim tanishtirdim. Men o'zim tanishtirdim. Bilmaymiz, sizni tanishtirgan bo'lsangiz, ishga kiring. Siz tanishmasiz, men ayb emas. Kamera mumkin emas bu yerda. Nima asosida mumkin emas? Nima asosida mumkin emas? Maxsus obyekt, ishda sendan boshqa zatlar bor, kim? Marjon. Tushuntirib beradiganlar bor sizga, lekin mumkin emas kamera. Tushuntirib bering, aka. Qonun bilan asoslantirib bering, men chiqib ketaman. Qonun bilan asoslantirib berasiz. Muhim obyektda mumkin. Toifalangan obyekt, undan xabarimiz bu toifalangan. Qarang, toifalangan obyekt degan nimani tushunasiz?
Nima? ichki Qurol ishlar yaroq kirmaydimi? saqlanadigan. Kiradi, qarang. Qurol yaroq saqlanadigan xona. Chiqaring. Qurol sundan aytibdi, qurol yaroq. Nimaga javob bermayapsiz? To'xtang. O'zing kel, mana kel. To'xtang. Teginmang kameramizga. Kameramizga teginmang. Aka, kameraga teginmang. Kameraga teginmang. Kameraga kirib bo'lmaydi. Kameraga teginmang. Yuring. Ishga bo'lmaydi kameraga kiruvga. Siz o'zingiz kiring, kameraga kiring. Xonasiga kirmoqchimisiz? Tergov anaqa qurol yarog' saqlanadigan xonaga kirmaymiz. Yuring. Bilmaymiz u yoqda ne bor ekan. Ha, yuring birga kiramiz xohlasangiz. Jaylar kelsa, men ayting, sirtqovat so'ylasin, bo'lmaydi. Keling, gaplashaylik, ketamiz biz. Keling, gaplashaylik, ketamiz biz. Yo'q, yuring. Kameraga kiraman deysiz. Intervyu kamerasini chiqartsin. Keling, gaplashaylik. Keling. Tushuntiryapmiz. Kamera mumkin emas. Yo'q, yuring, tashqariga chiqamiz unda. Kamera bor, mana sizga kamera kerak bo'lsa. Yuring, tashqariga chiqamiz unda. Baqira bermay, mana yerda so'rovingizga javob beramiz, ana. Tashqarida bering, nima farqi bor? Nima xonangizga qulflanib Men qolganmisiz? sizga intervyu berajak emasmen, sizga Nimaga? tushuntiryapman. Sabab? Sababi o'zlarimizning jana tushuntirgandek tergov sirri bor. Aka, tergov tugadi deysiz aka. Keling, endi yolg'on gapirmang. Tergov tugamadi. Advokatingizga telefon qiling. Advokatingizga telefon qiling. Advokat bilan birga keling, so'raysiz. Siz men protsessga aralashyapsiz. Aka, tugagani uchun aralashyapman. Tugagani uchun. Siz bu yerdan ruxsat olib kiring bizga. Sabab? Chiqaring ana nima? Qani ana? Siz kimsiz aka? Kamerasini chiqarib tashlang. O'zingiz tanishtiring siz. Chiqarib tashlang kamerasini. O'zingiz tanishtiring. Siz chiqarib ma'lum bo'ldi. Nimaga qochyapsiz, aka? Oy, hech kim qochmayotgan jo'q, kamerani. Keling, gaplashamiz unda. Keling, gaplashamiz. Sayfalangan obyekt deb. Yuring deyapman. Xodimmisiz? Siz kamerasini olib chiqsa bo'ldi. Xodimsiz-ku, yuring. Kamerasini olib chiq. Tegimang. Sirtda javob beradi, bo'ldi. Yuring, tashqariga chiqib gaplashamiz. Ayting, o'sha tashqariga chiqing, aka, biz kirishga majbur emasmiz xonangizga. Yuring, tashqariga gaplashaylik. Barkim, bo'ldingmi tushun? Yuring, ket, yuring. Yuring. Chiqing. Yuring, yuring. Chiqing, yaxshi chiqing. Hop, yuring, men bu chiqaman, aka. Bo'ldi, yerda gaplashamiz. Hozir nima Siz bu yoqqa chiqing, kamerani olib chiqing. Bo'ldi. yuring. Hozir chiqaman o'zim. Siz Yo'q. men yuring siz. Yuring. Yo'q, siz teginmaymiz. Bering kameramanga. Mumkin emas dedimmi? Kamera bering. Telefoningizni oling. Murojaatchini chaqiring, kirsin. O'rganish jarayonida tergovchi tomonidan bir qator qonuniy va protsessual talablar buzilgan bo'lishi mumkinligi yuzasidan savollar paydo bo'ldi. Murojaatchining so'zlariga ko'ra, bir guruh shaxslar uning uyiga bostirib kirib janjal qilgan. Biroq tergovchi bu holatga hech qanday modda qo'llamagan. Endi esa mantiqan savol tug'iladi. Bir necha kishi birgalikda fuqaroning uyiga bostirib kelsa, bu O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 277-moddasi bezorilik, shuningdek Konstitutsiyaning 45-moddasi turar joy daxlsizligini buzish alomatlariga to'g'ri kelmaydimi? Agar tergovchi bu moddalarni qo'llamagan bo'lsa, unda u jinoyat alomatlarini baholashda dalillar maqbulligi prinsipini buzmaganmi? O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksida yozib qo'yilgan. Tergovchi har qanday holatda dalillarni har tomonlama, to'liq va xolis o'rganishi shart. Ammo amalda bu qoida e'tibordan chetda qolgan ko'rinadi. Tergovchining harakatlari yuzaki bo'lgani, dalillarni to'liq o'rganmagani murojaatchining huquqlariga putur yetkazmoqda. Agar davlat xodimi fuqaroni himoya qilish kerak bo'lgan joyda jim tursa yoki masalaga befarq qarasa, bu xizmat vazifasini lozim darajada bajarmaslik. Jinoyat kodeksi 205-modda alomati sifatida ham baholanishi mumkin. Shunda bir fuqaroga bir necha kishi bostirib kirib, janjal chiqarib, uni kaltaklasa ham chora ko'rilmasligi bu tizimda sustkashlik emasmi? Agar bunday holatga befarq qaralaversa, bu boshqalarga ham jazodan qo'rqmaslik muhitini yaratadi. Natijada qonun ustuvorligi emas, tanish-bilishlik yoki kim kuchli o'sha haq tamoyili ustun bo'lib qoladi. Qonun ustuvorligi davlat obro'sini ko'zgusi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida aniq yozilgan. Davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat hamda fuqarolar oldida mas'uldirlar. Agar ichki ishlar xodimi yoki tergovchi fuqarolarning murojaatini jiddiy qabul qilmasa, bu faqat bitta fuqaroning emas, butun tizimning ishonchliligiga putur yetkazadi. Tahririyatimiz yuqori turuvchi organlardan
Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Bosh prokuratura idoralaridan mazkur holatni shaxsan nazoratga olishlarini so'raydi. Shuningdek, tergovchining xatti-harakatlariga huquqiy baho berilishi, jabrlanuvchining huquqlari tiklanishi va jinoyat ishi qonuniy tartibda qayta ko'rib chiqilishi zarur degan fikrdamiz. Bu holat oddiy janjal emas, balki fuqarolarning davlat organlariga bo'lgan ishonchi sinovga tutilgan vaziyatdir. Adolat va qonun bir tomonlama ishlamasligi kerak. Agar bir fuqaroning uy daxlsizligi bo'lmasa, hech kim o'zini xavfsiz his qila olmaydi. Bizni kuzatishda davom eting. Biz bu mavzuga yana qaytamiz.